Assalomu alaykum Bahor ayyom kanali obunachilari. Bugun juma, hammamizga jumani barokotlari, duolari hammamizga ijobat bo'lsin. Ayyomlar muborak bo'lsin. Bu kunda musofirda yurganlarimiz, vatanimiz, barcha jabhada ishlayotganlar, aka-uka, yor birodar hammamizni duolarimizni Alloh taolo ijobat qilsin. Hurmatli obunachilar, Sherali Jo'rayev muxlislari, bu chiqishimizdan asosiy maqsadimiz 2000-yildan buyon ustoz Sherali Jo'rayevga juda ham yaqin bo'lib turgan Alisher degan ukamiz bor, do'stimiz Hamroliyev. Mana bugun 59 yoshga o'tibdilar. Hammamiz bir bo'lib sizlarni nomingizdan tabriklashga ijozat bersangiz. Alisher 26 sentyabr 1966 yil Navoiy shahrida Xatirchi tumanida tug'ilgan. Voyaga yetgan Alisher bir oddiy tadbirkor. O'g'il qizlar, nevaralarni, nabiralarni otasi, opoqisi shunday bir yoshlarga yetgan odam Alisher. 2000-yildan buyon Sherali Jo'rayev bilan aka-ukaligi, yori birodarligi bordi keldisi yaxshi. Sherali Jo'rayevga bo'lgan qo'shiqlarini sevib, bir aka-uka bo'lganligini hurmatlaridan Sherali Jo'rayev doim Navoiyga qadam bossaki, Alisherda xonadonda mehmon bo'lgan. Bordi kelsi yaxshi bo'lgan. Hattoki eshon buvalar, katta hazratlar shunday azizlarni ham topib, Sheraka bilan muloqot qildirib turgan Alisher. Mana videolarni ko'pida ko'rib turasizlar. Alisher bilan Sherali Jo'rayev, eshon dadalar va boshqa hurmatli, ilmli odamlarni ko'rib turamiz. Alisher Sirdaryodan o'tsayoq Sherali Jo'rayev kutib oladi. Samarqandga boradimi, Buxoroga boradimi, Qoraqalpoqqa boradimi, hammasini bordi keldisini yonida birga borib, birga turib keladi. Juda ko'p konsertlarda ishtirok etgan. Shu qo'yib turgan ba'zi bir nimalarimiz Alisherning to'ylaridan, Alisherning aka-ukasining to'ylaridan, shulardan sizlarga e'tiboringizga havola qilib qo'yib turganmiz va qo'yib turamiz. Faqat shu Alisher o'zi borib Sherali Jo'rayevning yonida tikka turib, hatto o'tganda ham marosimlarda tikka turib, ehsonlarda tikka turib, Sherali Jo'rayev bilan ancha birga bo'lishgan, hali elimizga, yurtimizga taqdim etilmagan narsalar juda ko'p. Bu Alisher tomonidan sekin bular ham bo'ladi, Xudo xolasa. Iloyo Xudoy taolodan so'raymiz, bu Alisherni farzandlariga, oila ahliga, aka-ukalariga Xudoy taolo tinch omonlik, salomatlik bersin. Alisherning oilasi butun bo'lsin iloyim. Farzandlarini kamolini ko'rsin. Alisher o'zi ham eslik bola, yaxshi bola, kam gap bola. Shuning uchun doimo sog' salomat bo'lib, oilasi bilan baxtiyor hayot kechirsin. Albatta biz mana shu ko'rib turibsiz, chislosi yozilgan. Shu kuni Alisher bilan birinchi ko'rishishimiz edi. Shu yerda Alisher bilan rasmga tushib qolgandik. Shuni topib hozir sizlarga havola qildim. Aslida Alisherni biz gapirib tugatadigan gapimiz yo'q Alisherga. Sababi Alisherda sotkalab 2 kun 3 kunlar gaplashib, ustoz Sherali Jo'rayev to'g'risida ancha suhbatlashsa bo'ladigan, dardlashadigan dardlari ko'p bu odamni. Uni ham bir kun Xudo xolasa Alisher bilan yuz ko'rishib qolarmiz. Iloyim videolarda qilaylik, shu bolani ham bir duolarni olishib bir-birimizga shunday yaxshi kunlarni ko'rishni Alloh nasib qilsin.
Hammangizni nomingizdan Alisherni muborakbod etdim. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Iloyo O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, vatanimiz tinch bo'lsin. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Hammangizni e'tiboringizga havola qilgan tabriklarga qo'shilgan holatda uzr deb rahmatimni aytib qo'ymoqchiman. Omon bo'linglar.